Uzaktan bir peri gelir bu kim eken? Ama yüzüge tilmurar bu kim eken? Ama yüzüge tilmurar bu kim eken? Nazar solgan edim men ama yüzüge. Şaras gözü gülüp turgan bu kim eken? Şaras gözü gülüp turgan bu kim eken? Kim eken? Karşım yetmey koynumga aytmaydi ko'ksim qazib ko'mib qo'ygan Tadbirimizni boshlaymiz. Bir-birimizga diqqat qilamiz. Avvalo o'tgan kursdoshlarning ruhini shod qilish uchun Muhammad akadan muassasa qilayotgansizlar, keyin asosiy tadbirlar boshlaymiz. Muhammad aka marhamat. Keling. Siz bilan mana albatta yana buyuk ushlash turibmiz. Alloh taolo nasib qildi. Şöyle insan şükür. Aziz kursdoshlar, mana bizni shu bugunga yetkazgan, sizni bizni shirin shakar yer hayot berib qo'ygan, shirin shakar farzandlar bergan, shirin shakar nevaralar bergan Allohu taolo va taologa hamdu sanolar bo'lsin. Amin. Siz bizga bu musulmon ilmini bergan, o'zini rahnamoligi bilan musulmon ilmini bizga tanitgan Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam behisob hamdu sanolar bo'lsin. Amin. Shuna 5 yil siz bilan birga o'qidim. Aramızdan ancha odamlar o'tib ketibdi. Shular bilan o'ynab kulib o'qidim. Urushdik, talashdik, yaxshi kunlarda bir-birimiz bilan bo'ldik. Lekin hammamizni qalbimizdan joy olgan shu insonlarni mana sizlarga yana bir bor eslatib o'taman. G'oybullayev Kamoljon, Isoqov Oxirjon, To'raqulov Ergashali, Shukurov Davron, Turg'unov Ikrom, Usmonov Shermat, Ahmedov Hakim, Akbarov Javlon, Ulug'bek Rashidov, Mamatov Olimjon, Madraimov Atalullah, Jumanov Rahmon, Ro'zikov Shokir, Soqiyev Habibullah, Rahmonov Fayzulla, Niyozov Sharofiddin, G'ofurov Jalolxon, Ulug'bek 4-gruppadan, Samandarov Javlon, Bajanov Rajabboy, Ibragimov Damir, hamda Do'stov Ibrohim aka. Agar yana balki bitta yarimtasi she'rda esdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Shularning haqqi hurmati o'rtalar bitta duo qilamiz qo'limizdan kelgancha. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ya Perverdigar eyyem, şu okulmuş tilavet-i Kur'an'ın savabı semeresini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizle ve o kişi ahl-ı beytleri, ashab-ı kiramlar, Müslüman aleminde ötken cemiki peygamberlerimiz, evliya, enbiya, pir, ustaz, kari, kurallarını ruhi partilerine tenka ve tenka bakşida kıldım. Kala verse biz bilen bir 5 yıl okuyup, dost yaran olan, ildilikte bendelikli becar getirgen dostlarımızla ruhi partilerine bir tenka ve tenka bakşida kıldım. Ya Perverdigar eyyem, o kişilerini özün yaralıkak, özün mahburet kıl, cahillerini cennetten ata kıl, yattan yillerini yarıl kıl, imanlarını berselamet kıl, Abu Kevser suğuna sirat kıl, saval cevaplarını ansat et. Bu kişiler bilen bir yerlikte, Kevser'ini boyunda, kıyamet gününde bir yer uçaşmaklıkımızın nesibidir bozuk Allah. Bu dua kul aşıp oturgan, bu bendelerinden Allah özün yarlıkap, özün mahburet kıl. İşlerimizden onunla kıl, yollarımızdan açık kıl. Eldimizde duran yamanlıklardan, hastalıklardan özün selametlik et ayet. Ya Perverdigar eyyem, her bir afet belalardan özün sakla. Özün mahburetli, özün geçirimsiz olsan Allah, bu dünyada bilip bilmeyi kılgan neyin ki günahlarımız olsa, ketten mi, kiçik mi, aşkara mı, mahfi mi, bize bilip bilediğim mi, bize namerin olan günahlarımızdan kayış kayısını kaldırmazdan hemmesini özün keşirip özün mahburet kıl Allah. Eline 600 avrayı bilen parmaklıkımızı nesibi rozu kıl. Bu dünyada kam özünü yakşı gören onların katarında bulmaklıkımızı, bu dünyada kam özünü yakşı gören onların katarında bulmaklıkımızı, Kevserli boyunda cemleşip Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'ni kollarından, Kevser sularından içmeklikimizin nesibi rozu kıl Allah. Allahümme affirli veli velideyye veli ustaziyye veli cami'il müminine ve müminat ve müslimine ve müslimat bi rahmetike ya erhamer rahimin amin. Allahu ekber. Dostlar, yani kağızda bizi sokandara kaç kadar arbalardan taş koyup Abdüsalam Kularamatı Haydar İştemir Hüsanat Asadında Joray Muradalı Taşıp Bahram maaşların bandajlık baca kedirgen yangi okugan Kur'an tilavatlar bularning ruh bağlarga baxtli olsun. Qilish uchun Inomjonga navbat bersak, shu holatni o'tkazishga hammayni hissa qo'shsanglar, avvalo mehmonlarimizga iltimos so'zga chiqib, kimning nima tilaklari bor, nima istaklari bor, bir-birimiz bilan anchadan beri ko'rishmaymiz. Yana bir bor bir-birimizni ko'rib, tanishib, ko'rishib, bir-birimizni aytib deb, nima ko'ngildagi, nima yurakdagi tilaklar bo'lsa, hammasini aytishni iltimos. So'z Inomjonga. Marhamat. Avvalambor Toshkent savolnomaga aylangan. Bir necha yildan beri oziqlar mana 40 yilligimizdan beri pastga ketib qolibdi. Buni 7 yilda o'tirishiga sizlar bizga nasib qilishini Xudoga salom qilamiz. Avvalambor yana bir oilaga xush kelibsiz. Endi tadbir doirasida bitta viloyatda o'zini tilaklarini bildirish uchun vakil chaqiramiz. Shundan keyin bular qo'shiq bilan yakunlab, keyin qo'shni viloyatlarni chaqiramiz. Ular Qoraqalpoqdan bir kishi vakil chiqsalarda, shu o'zlari do'stlik tilaklarini bildirish uchun so'z Qoraqalpoqlarga so'z beramiz. Kim bor? Mana anamizga ko'ra yana bir yildan keyin uchrashib turibmiz. Alloh taolo iloyim
şu aramızdan birer insanı yok etmezden her yıl sizler bilenizler birbirimiz bilen uçaşmalarında Allah'ın dünyasını gözümüzde kılsın. Hemmelerinde sağlık, salametli, ailevi, tiyişli, bana şirinden şeker kazanlarını terbiyelep oturupmuz. Allah Teala birin ketin şu kazanlarımız üstüden kılgan arzu ümitlerimizden royaba çıkarıptır. Bana arzu ümit kıldı. Şunça nimerelerimiz bozuldu. Ulanam Allah Teala bir kere köz ve royaba çıkarttı. Şu sizlere uzak ömür, keng devlet, 70, 80, 90, 100 yaşlardan birge şu oturup şu devrelerde birge bu uçaşıp oturmak nasip kılsın. Çünkü nevrelerinizin toylarından birgelikte şu dostlar bilen birge bulup tutlap, bir-birini tutlap oturuş nasibi rozu kılsın. Allah Teala bir gün bozan geçinden nasip kılsın. Yine bir şöyle, yine idrar görüşmek için sizlere dilep kalamam. Amin. Ko'plar uni to'g'ri qirg'in yoshlar o'zingiz Xorazmga kelgan bir o'tirib qo'yishsin otlarni Ha, kan Xorazmda meni o'ktam boy hurmatib jo'ramizga. turib tanishtirasiz. Baxtiyor Atajon, shu Xorazmdan hozircha yana ishimiz uzoqlarda bir ikkisi nasib qilmadi. Yana ular yo'lga chiqqandan lekin bilmadim. Yana ko'payamiz kundagiga niyatlarimiz bor. Qarabog'dan ko'pchiligi kerak. Shu hamma ko'rdi tilaklarimni Ana qalb odam qurish boshlagan mana. Viloyatga so'z berdi. Mana yo'q. Avliyolar assalomu alaykum. Yoshlik chog'imizdan yerin Layışa Karahan bildirinde altın dövrlerde bölsüp, sizler bir nanda bölsüp şey, şu 5 yıl yaşlığımızın kuançlı vaktlarını ötkürgen dostlarım, kızlar, şöyle yoldaş ballar, bugün şurası namaga yiyinli, kelip oturkanı geliriz, öğlenme, bağrımızda namaga yiyiklerini rahmet. Şu arkadaşlara tektirip, bağrımızın basını sporsu oturan ülkede ses veriyor. Hem mevsimimizde sağlık salamatlıkları, ballar, kızlar, aklar, bağır olsam salamat olsun, çok kesek namaga yiyinli, şehirlesiyle hizmetlerimizde bağırma, kuançla tanıma geliyor. İş vakit kovundan sonra Kubeyt, ballarımız, katlasımız mol olsun. Rahmet, bağırma sakın geliriz. Katta rahmat sizlarga. Mana kunlarga yetganlar borda. Oramizda yetmaganlar. Yetganimiz uchun Xudoga shukr olmayapti. Shu san'atkorlarga Gullar festivali arafasida mana 40 yillik yubileylarni mana bizni Namanganimizda tashkil etishlar. Ilohim bunaqa bayramlarni, bunaqa yillarni, 40 yil, 50 yilliklarini, gul bayramlarini ko'plarini ko'rib, yuzga kirganda ham mana shunday yuzlashib yurishinglarni ko'rib yurishinglarni so'rayman. Men sizlarni ko'rib juda ham havas qildim. Mana G'ofirjon akam o'tiribdilar. Hoji akamiz, Ilhomjon akamlar, Haydar akam, mana Inomjon akam, mana bu yerda mana Surxondaryodan, Qashqadaryodan kelgan akalarimiz, Jizzaxdan kelgan akalarimiz, mana Adamboy akalarimiz o'tirishibdi. Ilohim hech qachon mana shunaqa meni akamni mana shunaqa do'stlari bor ekan deb faxrlanib yuraman. Bundan keyin ham umringiz ziyoda bo'lsin. Doimo yaxshi kunlarda, faqat yaxshi kunlarda mana shunaqa diydor, shirin uchrashuvlarda ko'rishib yurishlikni ko'p yillar nasib qilsin. Shu do'stlar haqida qo'shilmoq.
ko'rsam ko'zlaganim do'stlarim el yurtimga maqtaganim do'stlarim doim omon bo'ling. Aziz dostlarım, doim omon bo'ling, qadrdonlarim. Sizga ey hayotim, kulgu hazilga, mayli tanho ketay, so'nggi manzilga. Do'stlar, kursdoshlar, Namanganga yana bir boqishlar, navbatdagi Surxondaryodan vakilimiz. Surxondaryo. Surxondaryosimiz Surxondaryo. O'zim tilaklarni bildirish uchun kursdoshlarga Surxondaryo. Güzel.
iltimos so'zga chiqqanda Surxondaryodan gunohidan darsga chiqib ketmasangiz ko'p do'stlar tanimayapmiz. Mayli, ishimiz Yonimda qo'lamchi. Aytayotganiga odam turib qo'ysa-chi bilib qoladi. Assalomu alaykum kursdoshlar. Mana bugun behad xursandman shu kursdoshlar o'tirishiga qatnashganman. Qatnashganimga o'tgan o'zimga shuni negalar uzatishga yo'l kelib qoldi, o'tgan qatnasholmadim. Biz har yil qatnashamiz. Mana sizlarga hammalaringizga sog'lik, salomatlik, shu qo'shqanlaringizga qo'shaqani bolalarning nevaralarini rohatni ko'rib yuringizlar. Shu hammalaring ishlaringiz rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bunday o'tirishlarni har yili uyushtiraylik. Davomli o'tirish bo'lsin. Hozir ishga boramiz. Bu yerni davom ettiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli kursdoshlar. Mana bugun Vodiyning bir ajoyib shahrida, Namangonda, Gullar shahrida Alloh taolo nasib qilib turibdi. 40 yildan keyin mana kursdoshlar diydorlashib turibmiz. Bir-birimizni yuzimizga yuzimiz, ko'zimizga ko'zimiz tushib turibdi. Bir-birimizdan hol ahvol so'rab turibmiz. Mana 40 yil oldin ko'rganmiz, 40 yildan beri birinchi marta ko'rganlarni ham dushmanlar, tavakkallab tanib olayapmiz. Shuning uchun birodarlar, gapga no'noqroqman. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, kechirasizlar. Mana shu yerdagi yigitlarni mana hozir hammasi mana shularni ko'rganimdan xursandman. Ilohim Allohim bizlarga mana shularni 100 yoshga kirganda ham mana shunday sog' salomat davramiz tamomga ko'rmoqlikni o'zi nasib aylasin. Bizlar birodarlar mana Surxondaryodan ko'pchilik bo'lib kelganmiz. Ayrim o'rtoqlarimiz uzr sabablar bilan kela olishmadi. Bizda mana ASP, MJF o'sha fakultetlardan yigitlar ko'proq ular Toshkentga o'tirishga ketadigan bo'lishdi. Bizni mana boshdan avval starostamiz Jo'qovul aka, Bo'tayorov, Jalqo'rg'on tumanidan Gulboyev Xolmirzojon joyingizdan o'tirib qo'ying. O'zimizda turib qo'ying. Buni endi bu yigit hamma taniydi, bu kishi Boysundan. Abduvohid Muhiddinjon. Ko'pchilik hozir Termiz shahrida yashaydilar. Mengboyev Abduqayim aka. Mana shu insonni ko'pchilik 40 yildan beri birinchi marta ko'rishdi. 1 yildan beri. Bu bir bolaligimizdan qolib oldik. Misra Boboquljon. Bu kishi Bandixon tumanidan. Qolgan yerda men o'zim familiyam Sulaymon Saydabman. Men Jalqon tumanida yashayman. Olimjonning oilalari tashrif buyurgan, baraka topsin. Surxondaryoda qanday to'y bo'lsa, mana shu to'ylariga chaqiradi. Biz to'ylarga chaqirsak, bolalari bilan boradi. Mana shu yerga Mamatov Olimjonni juft halollari, oilalari ham kelgan. Buni nima uchun tanishtiryapman? Birodarlar, bundan keyin mana biz hamma baribir vaqt soat keladi, omonat topshiramiz. Maqsad nima? Maqsad kelajakda ordi keldi bo'lish, kelish kerak. Bolalarimiz bir-biri bilan tanishish kerak. Mana birodarlar mana shu fursatdan foydalanib, hammalaringizga mana shu uchrashuv bilan hamma narsani unutishimiz kerak, juda chiroyli o'tish kerak. Kechani chiroyli o'tishiga sababchi bo'ladiganlar davrada o'tirganlar. Iltimos qilaman. Bu yerda begona yo'q.
hamma bemalol gapirsin, o'ynaydiganlar o'ynasin, kulsin, hech qanday aybi yo'q. Faqat bitta iltimos bo'ladi. Hozir mana internet degan narsa bor. Shu internetga tushirib, mana bir xil nabiramiz bor, boshqamiz bor. Turli xil kanallarga tarqatib yubormanglar, iltimos. Mayda rasmga tushirib oling, esdalik uchun o'zingizga. Mening iltimosim shu. Allohim yanagi yillarda mana shunday yorug' yuz bilan hammamizni sog'lik, omonlikda ko'rishni o'zi muyassar aylasin. O'tgan kursdoshlarimizdan ko'pini o'g'illari, ko'pini oilasi davrada qatnashmoqchi, qatnashib kelishyapti. Shu Olimjon do'stimiz xotirasida eslab bir oilalarda tilaklar bo'lsa, kursdoshlari, o'rtoqlari, hammalaringizni mana shu ayyor bilan tabriklayman. Hammalaringiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bola chaqalaringiz boshiga doimo omon bo'linglar. Mana shunday o'tirishlarni necha yillar, bundan keyin ham necha uzoq vaqtlar bunday birga uchrashtirishni sizlarga hammalaringizga nasib qilsin. Hammalaringizni mana shu ayyor bilan tabriklayman. O'tib ketsa ham shu o'rtoqlaringiz nomidan sizlarga uzoq umr tilayman. Rahmat. Shuncha mehnat qilib kelibsiz, rahmat. Ahmadjon keling, keling. Nariga chiqasan. Keyin Assalomu alaykum, hurmatli aziz davradoshlar, mehmonlar, mezbonlar, mana shu davramiz qatnashchilari. Mana bugun bu oqshom Namangan shahrida to'planib o'tiribmiz. Hammamiz xursand. Mana oliy dargohni bitirganimizga 45 yil. Hazil gap emas. Mana uchrashuv o'tirimizdan hammamiz xursand. Ilhomjon boshlab ukaxonimiz o'tganlar to'g'ri Buxoroda shu o'tirishimiz bo'lgandi. Estafetani Namangan oblasiga bergandik. Mana o'tiribmiz, Xudoga shukr. Mana Buxoro do'stlar bilan kelishdik. Ayollarimiz ham bor. Bir narsadan biz salmi shu Xorazmda o'tirganimizda Xiyoda kelishgandik. Endi oila bilan kelib qatnashishdik. Ana shu masalada kamchiliklar bor. Shuni takrorlamoqchiman endi. Kelgusida shu ayollar bilan borsin, jufti haloli bilan borsin. Kerak bo'lsa nabirlarni ham olib borish nasib qilsin hammamizga. Yana bir bor hammalaringizni mana bugungi oqshom bilan keng yurakdan shu Buxorolik do'stlar nomidan, kursdoshlar nomidan qizg'in tabriklayman. Hayotlaringiz bundan porloq bo'lsin. Ushalmagan orzular yana ushalaversin. Eng yomon kunimiz shu do'stlar davrasi bo'lsin. Sog' salomat bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum aziz kursdoshlar. Mana Buxoroda nomidan Murodga gapirdilar. Mana hammalari bilasizlar, Buxorolik nimamiz sartamiz payzakaylar. Mana Muhammad do'stimiz aytib o'tdilar. Shu dunyoda o'tdilar, o'tgan joylarda jannatda bo'lsin. Mana bugun olgan mana kursdoshlar hammamiz mana shu yerda qatnashyapmiz. Mana shu o'tirishlar har yil bo'lyapti. Mana Xorazmda bo'ldi, Buxoroda bo'ldi. Mana o'tgan Ilhomjon boshligiga mana Buxoroga bordilar. Mana bu yil mana biz keldik. Ana shunday har yil davom etayotgan chunki yoshimizdan o'tib boryapti. Bu bunaqa tadbirlar har yil bo'lgani ma'qul. Shu mavra bo'lsin hammalarga o'g'il qizlarimizni, nevaralarini mana ayvera ko'rganlar bor. Ularni huzur halovatini ko'ringlar doim.
mana shunday har yil yaxshi kunlarga xursandchilik o'tirish ma'nimizga nasib qilsin. Mana Ilhomjon boshliq mana shu Namanganda mana shu yerga mana tashriflarda mana shu tashrif qilib xizmat qilganlarga ham katta rahmat. Doim oila boshiga sog' va salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarga xursandchilikga to'ylarga o'tirish nasib qilsin. Kelgusi yil ham qayerga bo'lishdan qatnashgan yana Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bu yil yurtimizning eng bir go'zal viloyatlaridan mana Namangan viloyatidan tashrif buyurdik. Avvalambor mana shu mezbonchilik qilayotgan Navoiy bilan Namangan viloyatidagi do'stlarimizga tashakkur etaman. Bu yurtni qancha maqtasa arzigulik vodiy. Viloyatlarimiz ichida eng go'zal diyor bu Namangan, Farg'ona, Andijon deb bilamiz. Men Navoiy viloyatidagi mana kelolmay qolgan do'stlarim nomidan o'tib ketgan mana do'stlarimizni esladik. Shularning ruhlari shod bo'lsin. Avvalambor mana shu Namangan viloyatida xizmat qilayotgan do'stlarimizga umrlari yanada uzun bo'lsin. Qilayotgan ezgu ishlarida ulkan zafarlar bo'lsin. Mana shu do'stlarimizni mana bizlar kelib tanishib o'tiribmiz. Mana shu do'stlarimizni farzandlari do'stlar, o'g'illarimiz mana do'stlar bo'lsin. Bizlarni bitirganimizga 40 yil bo'ladigan bo'lsa, sizlar mana bizlar mana 45 yil birga bo'ldik. Yarim asrda keldik. Avvalambor mana shu kunga yetganimiz uchun Allohdan shukrlar bo'lsin. Allohga hamd va sanolar aytamiz. Hammamizning farzandlarimiz, oilalarimiz tinch totuv bo'lsin. Inomjon sizga mana shu tashkilotchilaringizga rahmat. Yana bir bor mana shu viloyatga baxt omad tilaymiz. Kelgan mana qadam qo'yib kelgan do'stlarimizning qadamlari bundan ham qutlug' bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlaringizda sherik bo'laylik. Bizlar aytsak to'y marakaga boringlar. Ana shunda borish kelishli bo'laversa, hamisha do'stligimiz barqaror bo'lib ketaveradi. Do'stligimizga ko'z tegmasin. Dunyomizga ko'z tegmasin. O'zbekistonimiz haqiqatan mana shu gullab yashnay bo'lsin. Vatlarimiz, farzandlarimizni obodonchilik uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qilaylik. Dunyomiz tinch bo'lsin. Rahmat sizlarga. Yana bir bor shukur sizlarga, Namanganga. Endi to'y bo'ldi desa janjal bo'lmaydimi? To'yga o'xshamabdi. Hozir uzrchilik so'raymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kursdoshlar. Mana shu bugungi shodiyanada o'tirib, men o'zim bitta bir nima desam, kayfiyatim ko'tarilib, yoshlarga o'xshab ketdim. Sababi
Mana shu bir-birimizni taniganimizga 45 yil bo'lgan bo'lsa, bitirganimizga 40 yil. Ancha-muncha kursdoshlarimizni 40 yildan beri ko'rmaganmiz. Shularni ko'rdimda men bilmadim, 20 yosh, 18 yosh, 19, 22, 23 yoshga kirib qolganday bo'ldim. Buni alomati odamni mana eshitamiz. Bizni Samarqand viloyatidan men hozir tashqariga chiqishdimi? Xolmuroq, Ulash, Ne'mat degan yigitlarni bu sizlar ham ko'rmagansiz, men ham 40 yildan beri ko'rmaganman. Boshqalarga ham aytish mumkin, boshqa viloyatlardan. Aytmoqchimanki, mana shu uchrashuvimiz davom etaversin uzoq yillar. Juda ham uzoq yillar. Xudoning nasib qilganda nima deydi? 90 ga kiraylik, 100 ga kiraylik, hassa suyanganimizda ham mana shunday uchrashuvlarimiz davom etib tursin. Bir-birimizga yaqinligimiz, inoqligimiz. Endi ana bu 40 yil, 45 yil deyapman. Masalan, men maktabda 1-sinfdan 10-sinfga o'qiganmanda o'zimning fikrim. O'sha paytda qandaydir ongimiz hali juda bir rivojlanmay, endi hayot degan narsalarni tushuna boshlaganimiz bo'ladi. O'g'il bolalar armiyaga borganda qiyinchilik ko'rib, "O qara, 10-sinfda bunday edik. Mana 2 yilda biz davrimizda har masalan Leningradda xizmat qilganman, tasavvur qilganman. O ota-ona kim, do'stlar kim degan narsalar. Ha bu studentlik davri, oltin davr deb bekorga aytmaganmiz. Chunki o'sha bir inson bo'lib yetishgan miyamiz, fikrimiz yetishib, kelajakda kim bo'lishlarimiz haqida fikrlay boshlagan davrlarimiz, juda esda qoladigan davrlar. Shuning uchunki bizda yaqinligimiz, do'stligimiz abadiy bo'laversin. Bir-birimizga bordi keldi, viloyatlarga borishimiz, to'ylarimiz, tomoshalarimiz, umuman aytganda yaxshi kunlarimiz, yomon kunlarida hammamiz birga bo'laylik. Hammamizda oilamizda doim tinchlik bo'lsin, totuvlik bo'lsin, inoqlik bo'lsin. Bordi keldi kuchayaversin. Hozir Abduqayim aytayapti, men Samarqandlikman, ketdik qonim tomgan joy Samarqand. 30 yildan beri Toshkentda yashayman, lekin men Samarqandlik nomidan kelganlarga rahmat, hammaga sog'lik, salomatlik, omad. Maktab taqozosini mana ko'pchiligimiz 60 ta o'tib qoldi, 60 ga keldik ekan. Oxirgimiz shu 60 ta o'tib esiga yoshlarimiz. Davrlar qancha mashaqqatlar bilan odamni bosib o'tganlar bor. Maktab taqozosidan shu universitetiga kelib qoldimda, hozir quyida o'ylayapman, hozir quyida 40 ga kirib qolmayman. Endi hatta ba'zi yoshlarni ko'rib qoldi. Endi bu narsalarni bizni kelajagimizni, biz avlodlarimiz davom ettiradi, bola chaqalarimiz. Shu orqamizda qolayotgan zurriyotlarimizga omad tilaymiz, oilamizga tinchlik, o'g'illarimiz bilan kelajakda bizni yo'llarimiz bosib o'tishini nasib qilsin. So'z muhabbati Toshkent bormi? Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Avvalambor Namanganliklarga katta rahmat, shuni tashrif berishganiga. Umrligi uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Nimani hammasini niyatlarga yetib mana shu o'qish davrida Samarqandda Akram degan ukamni, Chorjo'li Sulton degan ukamni, Jizzaxda Furqat degan ukamni, Qoraqalpog'istonda Sog'inboy degan ukamni, Nurali degan do'stimni, Xolmirzo degan do'stimni, yana Alloh rahmat qilsin, eng sinfdosh og'aynilarim Sirdaryo Jaloliddin bilan To'ytepalik Turg'un Fikromni Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Menga Xudoyim shular ro'para qildi. Men Toshkent shahardan bo'lsa ham meni do'stlarim hammasi viloyatda. Men hurmat qilaman, ularni yaxshi ko'raman. Haqiqiy inson bo'lgani uchun yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Nima niyatgan bo'lsa niyatingizga yetib yuringlar. Bolalarni, nevaralarni, avvalalarni orzu qilmasini ko'ringlar. Baxtlimisan deb so'rashadi. Xudoga shukr, baxtliman. Tepamda 93 ga chiqqan odam bor.
ayolim bor, nevaralarim bor, bolalarim bor. Xudo xohlasa nevaralarimni to'yida hammamizga ham bosh bo'lib o'tirish nasib qilsin. Hammanglarni yaxshi salomatlik baxsh-saodat tilayman. Yana bir marta o'tirganlar nomidan yig'inlarimiz ko'p bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Oxirigacha yaxshilik o'tishni nasib qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Jo'zo gapib o'tdingiz. O'qituvchimizga ham oldi. Uzr. Institutda ishlar, pensiya yoshiga yetib kelishim o'zi katta baxt bo'lgan. Biroz ko'pchiliklar mana pensiyaga yetolmayapti. Mana pensiya yoshiga yetib kelamiz. Bu davrlarni juda chiroyli o'tkazish hammamizga nasib qilsin. So'z san'atkorlarga. Hayvana bana
yayınlarımız kızı var. Ben davranışta tutuyor, Ranoğlu'na Ranoğlu. Asal karakter uyuyorlar, oynar sayı oluyor. Da, benim sözden bakta, Cizzahlıyla Cizzahlıyla var mı? Assalomu alaykum. Hurmatli aziz kursdoshlar. Mana bugun yana bir navbatdagi bir yig'ilish. Hayotimiz yolg'onli bir shovqindan o'tib borayotgan ekan. Mana shu har bir damimizni